Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 12-dan 19-iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 12-dan 15-iyulgacha 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajalik. Kunduzi 12-dan 14-iyulgacha 38-43 daraja issiq. 15-dan 19-iyulgacha 37-42 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 12-dan 15-iyulgacha 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 12-dan 14-iyul kunlari kechasi 25-30 darajalik. Kunduzi 38-43 daraja issiq. 15-dan 19-iyulgacha kechasi 22-27 darajalik. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 15-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajalik. Kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 12 va 15-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 12-dan 14-iyulgacha 23-28 darajalik. 15-dan 19-iyulgacha 22-27 darajalik. Kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 darajalik, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 12-dan 14-iyulgacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 15-dan 19-iyul kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 12-dan 15-iyulgacha 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.